Aylana vatari 10 santimetrga teng. Vatarni bir uchidan aylanaga urinma, ikkinchi uchidan esa urinmaga parallel bo'lgan kesuvchi o'tkazilgan. Agar kesuvchining aylana ichidagi kesmasi 12 santimetrga teng bo'lsa, aylana radiusini toping. Bizda AB vatar berilgan. A uchidan aylanaga L1 bo'lgan to'g'risig'i urinma to'g'risig'i o'tkazildi. B uchidan shu to'g'risig'iga parallel bo'lgan L2 to'g'risig'i o'tkazdik. Aytaylik, aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. O nuqta va A nuqta orqali o'tuvchi to'g'risig'i o'tkazamiz. Bu to'g'risig'imiz A nuqta va O nuqta orqali o'tdi. O nuqta orqali o'tgani uchun bu burchagimiz perpendikulyar bo'ladi. Sababi bizda A nuqtamiz L1 to'g'risig'ini aylanaga urilish nuqtasi bo'lgani uchun. L1 to'g'risig'imiz L2 to'g'risig'iga parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz 90 gradusga teng. AO kesmamiz bizda aylana radiusini beradi. O nuqta bilan B nuqtani tutashtirsak, bu ham bizda aylana radiusiga teng. O nuqta bilan S nuqtani tutashtirsak, bu OS kesma ham bizda aylana radiusiga teng. Natijada uchburchak SOB teng yo'lli uchburchak bo'lgani uchun teng yo'lli uchburchakda uchidan tushirilgan balandlik ham mediani ham sektorisi bo'ladi. Ya'ni OA1 balandligimiz ham mediani ham sektorisi bo'ldi. Mediani bo'lgani uchun asosini teng ikki qismga ajratadi. Dastlab uchburchak OA1B to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun katetlari kvadratlari yig'indisi gipotenzani kvadratiga teng. Gipotenzani bizda aylana radiusiga teng. Ikkinchisi uchburchak A1B ham to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun kateta radius plus OA1 ga teng. Ikkinchi kateta 6 ga teng. Gipotenzasi masala sharti berilgan unga teng. 6 bilan 10 Pifagor sonlari bo'lgani uchun radius plus OA1imiz 8 ga teng. Bu yerdan radius topadigan bo'lsak 8 uzr, bu yerdan OA1 topsak 8 minus aylana radiusiga teng. Buni yuqoriga olib kelib qo'yamiz. Demak, 8 minus radiusning kvadrati plus 36 teng aylana radius kvadrati. 64 minusdan 16 ta radius plus radius kvadratimiz plus 36 aylana radius kvadrat. Bular o'zaro eshib ketadigan bo'lsa, 16 ta radiusimiz teng 100 ga, aylana radiusi 25 taqsim 4 ga teng.